Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hurmatli qarindoshlar. Din va hayot nomli suhbat programmamiz orqali sizlar bilan henüz ko'rishdik. Programmamizning navbatdagi bo'limida oila a'zolari bilan qanday muomala bo'lish to'g'risida to'xtalamiz. Men qarindoshimlar Obul Qosim Ahmadi programmamizning navbatdagi aziz mehmoni ustoz Sirajiddin Azizi bo'ladi. Siraj Najim shu oilada yuqorida degandek bu muomala nayt zürür. Bu cemiyetlik bo'lgan muomalaning kim asosi shu oiladagi muomala yaxshi bo'lsa, qolgan muomala yaxshilanib ketadi ekan. Bo'lib nurg'unlagan qarindoshlarningki sirtda ba'zi normal muomala qilayotgan qismi oilasiga qo'pol muomala qiladigan. Shuning bilan bu Qur'on hadisning ko'rsatmasidan tepib ketadigan ishlarni ko'ramiz. Buni hamda shu avval o'zimizning oiladagi ayolimiz bilan qanday muomala bo'lish kerak degan mushundan boshlagan bo'lsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Nayt yaxshi. Endi bu inson başlama deb o'tdik biz muomalada haqiqatan dinul muomala degan hadis va dinning asosi muomaladan iborat. Biz başta Alloh bilan bo'lgan muomala, do'stlar bilan bo'lgan muomala ustida to'xtaldik. Bugun oila bilan bo'lgan muomala ustida to'xtalgan bo'lsak, bu munda insonning eng muhim bo'lgan hayotida har kuni kecha kunduz duch keladigan bir masala. Biz zodi ailemizga qanday muomala qilishimiz bizning haqiqiy insonligimizni o'lchaydigan bir taroz endi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va ashiruhunna bil ma'ruf degan oyat bor. Ya'ni sizlar ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ulardan bir ishlarni yomon ko'radigan, sizga yoqmaydigan bir ishi bo'lsa, Alloh uningda ko'plagan yaxshiliklarni berganligi bor. Ya'ni ailemizda davomli ba'zi ishlarda aile ayollar xatolashgan bo'lsa, uni davomli qo'pol muomala qilish, urib tillash, so'kash bunday ishlar bo'lmaydi. Shuning uchun ya'ni insonlik sifati bilan har xil ojizliklar bo'ladi. Buni rioya qilish lozim. Ba'zi taraflarda xatolik bo'lsa, ko'p taraflarda biz birga yashaydigan o'zimizningki haqiqiy sirdishimiz, ailemiz, yani özümüzün hayatımızın bir parçası. Bularga biz yaxshi muomala qilmagan taqdirimizda boshqa insonlar bilan muomala qilishimizda hech qanday bir ahamiyat qolmaydi. Yani biz boshqa dunyo bilan qiladigan muomalamizda jamiyat bilan haqiqatan mag'lubiyatga uchraymiz. Ailemizda yaxshi muomala qilmasak. Yani islomiy nuqtadan qiladigan bo'lsakmi endi Peygamber'in meşhur hadisi var. Müminlerin en kemaletki yetkeni ahlak yaxşı boğallığı. Ahlak yaxşılarının ki en yaxşısı ailesiga, balvaqılarga yaxşı muomala qilgani. Yani o'zining ayollarga yaxshi muomala qilgani en yaxshi axloqliq deb Peygamber'ning tasviri shu. Undan bo'lgan ekan endi bizningki haqiqiy turda bir yaxshi odam, bir mukammal hayat yaşaydigan bir insan deb bunun ölçümünü biz ailemizge, ayollarımızga bo'lgan muomalada ko'rolmaymiz endi. Shu sababdan bu xususan aile muomalasi, ayollarga bo'lgan muomala nayt yaxshi bo'lish lozim. Rum surasida Alloh taolo Rum surasining 21-oyatida Estaizu billah min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika la ayatni qawmin yetefekkerun. Tercümesi de asasen ayollar bilen unsur ulpet edişinler için öz cinsinlerini, öz tipinlerini ayollarını yaratıp bergerliki Arhutullah oturusunda mehir muhabbet ornatqılığı Allah'ın kemalı kudretini gösterdiğin bir onurgan ibretler var deyip Allah Teala etken iken. Endi bu ayette mi çıkıp durdu? Yukarıdaki ayette mi Allah Teala emir emdi ve aşiruhunna bil ma'ruf. Sure Nisa'nın 19. ayetinde ve ayollar bilen yaxshi muomalada buluş. Asasen bu aileninki xotirjam, baxtli yashashninki bir nimasi mehr muhabbet. Endi shu o'zining ayoliga qanchalik kuyinsa, muhabbatini izhor qilsa, ana o aile baxtli bo'ladi ekan. Bu oilada cho'ng'igan bolalar bu oila jamiyatga o'rnak bo'lib, hatto o'zimizning ayoliga yaxshi muomala qilgandan sirt bizning ayollarimizni ham jamiyatga bir ulgu bo'ladigan ayollarni qilib tarbiyalash. Mening hayotimda ko'rgan ba'zi ko'chalarda nayt chiroy uchuq kulimsirab turadigan yaxshi taqvolik qilgan ba'zi odamlar bor. Oilalar shikoyat qiladi menga. Ana shunda o'g'ichisi endi nayt qo'pol. Hatto ba'zi
qarindoshlarımızning aşında o'zining dadasining nimasidan qilib, va chaydonga qaraydi ekanda, chay demay, mo'rimay. Shu ko'ngilni tepib, ha dadam shu chay izlaydi ekan deb, chayni darhol oldiga kelmasa, qimmat baholiq narsalarni urib chaqib ayna qilib degan. Bunda qachiq qalaydi ekan, shu taymix kelganlikning belgisi bo'ldi ekan. Aylab balalarga gap qilmaydigan, mehr shafqatini bir kuyunib chiroyini ochmaydigan. Bunda ota-onaning qismini anglaymiz endi. Burada da özünün Allah bilen özünün oturuşuk muamını yaxşı qıldığını ovatqan, beşlik namazı qo'yatqan, ro'za tutayotgan bir odamning bo'layotgan narsa. Jamiyatda ba'zi dindan jiroq odamninki ayollarga bo'lgan qo'polliqligi ma'ruf. Ba'zi mas'ul bo'lib kelib ayollarni arasida soladigan. Bu endi İslamiyetga, hatto insoniyatga bir uyg'un kelmaydigan ishlar endi. Shun payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisda xayrukum li ahlihi va ana xayrukum li ahli. Sizning içinizde özünün ayağlığa yaxşılık qilgan adam, içinizde en yaxşı adam buludu. Men ayağlımga en yaxşı qilgan qatanlık birisi. Endi Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın şunda işi jiq turup, Peygamber Aleyhissalam'ın şu namaz kun chiqqichilik, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam mescidde o'tiratdi, atrofida sahabeler Peygamber Aleyhissalam'dan hikmet anlab, söz anlab o'tiratdi. Kun chiqib bo'lgandan keyin 2 rakat o'qib o'tib, uyga chiratdi, qilgan ish Peygamber Aleyhisselam'ın ayarlarının bir qancha ayarlığa hem uygu çirip salam birdi ekan. Özünün ayarlığa salam birip çirişendi. Assalamu alaikum deb salam birip çirip, hal so'rib o'tib, o'liga duo qiladi ekan. Asrdan keyin shunda bir davlat ishlari, muhim ishlar shug'ullangan odam ekan. Asrdan keyin ayarlar bilan birdamlar bilan suhbatlashib o'tirganligi Buxoriyning hadislarida bor endi. Bo'libmi ayarlar shunda bir qizg'in suhbatga ehtiyojli ekanda. Davamlı ayarlarning yemek içmek o özünün başka hissiyatı bilan emas, qandırışlar emas. Yani biz aşulunki hem söhbetni fırsat tapsak şu ayarlardan hal so'rash, olu bilan bir söhbetleşip berish, bu aileninki bu şu muameleninki bizning Allah şeriat talab qilgan en güzel muamele. Onda bo'lganda endi bu ailemizdeki muamelenin içinden çoğ ata, çoğ anlığa qilgan muamele var. Onun inşallah yani bir to'xtalamiz, burun azroq to'xtalgan inşallah. Bo'libmi de uyimizdeki özümüzden farzandlar bilan qanday muomalada bo'lamiz. Ba'zi odamlar o'zining farzandlarini yaxshi boshdan deb chigini oshirib o'tgan, ba'zilar sil qarab faqat bolaning ta'lim tarbiya ishlariga qarolmagan. Bu vaqt bir tushuntirib o'tgan bo'lsalar. Shu sil degandek asli biz o'zimizning ayollarımızga yaxshi muomala qila olsak, ularga zulm qilmasdan bir insof qilib, ularning bir inson qatorida ko'rib qila olsak, bolalarımızga navbat keladi endi. Bu xususan bizning Uyg'ur jamoatchiligida davomli qilqidagi ayollarga, kelinlarga yomon muomala qiladigan, ularni kamsitadigan, ularni şu xuddi bir uy kirgan normal ailening bir parchasi emas, xizmatchining o'rnida muomala qilib, kech kunduz ish qilsagan, etizlikda ish qilsagan, uyda tamoq yetkazsagan, uy süpürgen ve başka işler bilan şu kech kunduz mashg'ul bo'lgan, sal bir o'tirib qolsa, armasa, o başkalarının qapı türlüp qalgan muş ahvallar bek ig'ir endi. Hatta muş sirtdim endi ba'zi birodarlar haliqdak etdigandimi, tushdimi, keshdimi, majbur tamoq qiladigan ishlar bor ekan endi. Yani bu mu onda mecburlaşan haceti yok. Aslında ayollar davamlı tamakni ayollar etiş şart deb yok aslında. Şeriatning asası emas bu. Ama ayol kishi uyda bo'lgandikin, er kishi sirtning ishini qilgandikin, albatta uyning ishlarini qilib, süpürüp, tamoq etib tayyorlaydi. Ammo unda 3 vaqt tamoq etkizib, hatta ba'zi birodarlar kech soat 2-3larda bir yerdan kelsa, mening suyuq ichkim keldi, lag'ma yegim keldi, darhol lag'manat deydigan ishkan. Bu faqat qanday insonda bir madaniyat saviyasining favqulodda tuvanligi bo'lishi mumkin. Tamoqni yeydigan vaqti var. Shu vaqtda keldi, bo'lmasa sirtin sandviç endi nima yeb kelib uyda rahat o'tirish lozim. Bu bir qissa. Aqalli masalan. Bizning endi yurtda bir do'stimiz bo'lgan. To'ni aytib turadi. Men menda öv jesem ayollarim degan titrab munda turdi. Men ayolimdan endi boshqaraman deb. Yandan keyin men sizlik ishim og'irdi. Sizlarni aytdi, hayotingni shu baxtsiz bir hayot yashaydi ekansizlar. Unda bo'lganda ayolingiz sizlarni taladin chesang titrab qo'rqib turgan bo'lsa, ayolingiz ichida 10 minutlab qachon mushu bir ko'zimni juda o'yinchiqda deb turish muqarrar endi. Sizlar ayolinglar asli
Kaçan çiraj gitim dep kütəligen bolsa baxtı kosan olatdı. Titretkenanın özü aslında o öydün ayalına aslında hemmana baxsız yaşagan bir zümrətçi yaşaganlığının alameti. Zalimliğinin alameti. Neticesi de. Aslında ayal Silning chirishingni kuchsa, silchigandan xursand bo'lsa edi, silchigandan o titrab, uni qo'rqitganning o'zi to'g'ri emas Qur'on hadisda. Deb ba'zi misollar berdim, o keyin tushanda, endi shu biz ota bo'limiz nöchilik qildik deb, ayolni qo'rqita olgan odam nöchi bo'lgan bo'ladi ekan. Ura olgan odam nöchi bo'lgan bo'lgan. Tamoman aksi dedim bu. Ta'tirschi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari. Shu ayoli sizga chigandan suyuna olsa, ayolning qalbini o'rna ola olsangiz, sizlar oxirida nöchi bo'lgan bo'lasiz. Ayalının kalbini ornalanmay, ayalını qo'rqitib qilganning o'zi sizningki ang turmushingizga mag'lub bo'lganligi dalillar deb nasihatlarni qilgan bo'ldim. Almin bunda ishlar bak chiqqan jamiyat o'zi. Payg'ambar sallallohu mashhur hadisi var o. Payg'ambar sallam hayotida hech qanday bir yemek-içmek tamoqni ayıplamagan. Uyda pishgan tamoqni bu tuzli bo'lib qolibdi, ta'mi yaxshi bo'lmabdi. Suyucu qoptu, yağış soptu degende gaplarni qat'iy hayotida qilmagan. Agar yoqmasa yemeydi. Yoqsa yeb hech qanday tamoqqa ayib qo'ymaydi. Ama ba'zi birodarlarimiz va shunday iliqidek ham ish aralashib bilib qiladigan ishlar bor. Texi yaqinda bir ahvol olmaymi? O'zini aytib yavaş, yumshoq pek bir mulayim bir birodar var. Şunun ayağıyla şunda şikayet kılamış. Ayrılıp gittik yani yakında. Bu şunda tamak açsam mı, çay kaynatsam mı, nimiş kısam beşim güzel kere bilip tamak açsam mı, bir tamak şüphe olursa 8-10 katım tuvakını içip kazandan. Bu goşuncuk sepsiz degen, hele yağcık tek turu degen, hele o degen, bu degen, bu şunda kılıp, ahiri cenim sıkılıp bu adamdan acırışık mecbur olduğum depten. Yani bu şundak işler fakat insanlığa yaraşmaydıgan işler. Elbette o doğru insan bazı hatalıklarını kılıyordu, bazı yağlılık kılıyordu, bazı bir iş buluyordu. Bu meselesinden ait bek insan könlü azade elbette hususen ayarlarına közü kirişi olan işlerini kılması lazım. Kur'an-ı Kerim'nin hükmü çıraylık olu. Hem kızı bizden onu düşkülleşke, hakaretleşke, uğraşka hakkınız yok. Elbette. Kilişe mesela çıraylık çıkıp hatta koyup bir işte mi çıraylık olu ölen koyup bir işte Allah Teala deydi. Fakat o ayalı ölen hem de hayatı da ahırgıçlık yaxşı ötüşke olmaşmağanda yani onu uğrayılıp da kopallıklarını emez. Çıraylıkça onu sözünü uğraş gerek. Yani bu din endi biz ayında yalnız 5 vaqt namoz o'qishni deb tushunib qolgan ba'zi qarindoshlarimiz. Ne dindor yaxshi deganlarninki ustida menda shikoyatlar, ayollarga bo'lgan muomala, adolatsizlik, zulm, hatto ba'zilar atrofimizda menda bu ishlar bo'layotdi. 15-20 yillik qadinaslarni tashib o'tib, yangidan o'ylanib u ayolga, kon ayolga zulm qilayotgan ishlar. Ammo shundan hammasi bizda islom diniga bo'lgan o'zimizningki umumiy tushunchimizning ojizligi, muomalada şeriat gösterken ayollarga muameleni bilmeksikimiz. Biz bu programni qilishdan maqsad o'zimiz va atrofimizdagi qarindoshlarımızga bir esiltib, bir haqni tunib, o'zimiz zulm qilmasa, atrofidagi bo'lib ayollarga zulm qilmasa, bu o'zining baxti. Ularga adil muomala bo'ldimi, uyda barakat bo'ladi, o'zi ko'ngildagidek xotirjam yashaydi. Onun tug'ilgan farzandlar kelgusida jamiyat yaramliq bo'ladi. Bu jamiyatda eski ishlarni qilayotgan, buzuq ishlarni yoki kapsiz bo'lgan, cho'ng bo'lganninki dünya darasat qilib tadqiq qilib chiqqan ko'p qismi shunda ailada boshlangan. Anasida desang munosabat yaxshi emas, bolalar endi har xil haramzada jamiyatga dashqal bo'lib chiqib qoladi. Yaxshi oila eri ayol eriga hurmat qilib, cho'ng'oga oiladan chiqqan bolalar jamiyatga yaramli xizmatlarni qiladigan bo'ldi ekan. Balla qaysma usulda muomala qilish masalasi o'tirib chiqdi endi. Bu biraz yine uzarıp getirdi. Yani şu biz öyde ailege, ayollarga yaxshi muomala qılarsak, ondan keyin balalarımız yaxshi muomala qılaymiz, balalarımızı yaxshi tarbiyaleymiz. Aslida normalda xususan atalar ko'proq sirtda bo'ladi endi. Sirtning ishlarini qiladi, turmush halakchilikda bo'ladi, ammo balalarni yaxshi tarbiyalaydigan shu analar. Şu ayollar. Biz ayollarga haqiqiy o'rnak bo'lib, yaxshi muomala qilgandan keyin balalarni analar yaxshi tarbiyalaydi. Şu analar yaxshi tarbiyalash uchun analarninki mayli diniy jihatning saviyasi, ilmiy saviyasi, madaniyat saviyasi, axloq jihatdan
yaxshi bo'lsa, o analar balalarni yaxshi tarbiyalaydi. Ama bazı analarlıqdek balalar bilan karisi yo'q, o'zining shaxsiy gerimleri bilan, o'zining shaxsiy hayoti bilan mashg'ul bo'lib ketgandan keyin o balalar o'z besimchi bo'lib sil degandek yaxshi tarbiyalanmaydi. Shu sababdan yani balının terbiyeleşinin balığı boğan muamelenin asası yani şu anıga bağlıq, anıga aileye yaxşı muamele kılsak şu ailemi, balığımı şunun içi de inşallah bak bir fırsat olsa balığa kaysi usulda muamele kılış hakkında ayrı bir program istesek mi buludu. Bence balığa meselesi biraz uzun, mürekkep. Tabii. Hürmetli qarindoshlar, programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Ko'ngil qo'yib ko'rib o'rganganingiz uchun ko'p rahmat. Keyingi bilimlarda qayta uchrash umidi bilan har biringlardan xo'shlashamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.